Go'shtligidan ham mazaliroq chiqadigan tovuqli qozon kabobni qanaqa tayyorlanishini bugun sizlarga ko'rsataman. Tovuq boldirlarini ortiqcha hidlarini ketkazish uchun tuz, ziravorlar va qatiq solib marinad qilib qo'yamiz. Ziravorlar ro'yxatini opisiyadan topsangiz bo'ladi. Qozonga ko'proq yog' solib, marinad qilingan boldirlarni shunaqa qizartirib pishirib olamiz. Qozondagi yog'ni kamaytiramiz, kartoshkalarni solib, ustidan tuz, ziravorlarni beramiz. Kartoshka ustidan qizartirib olingan tovuqlarni terib chiqamiz. Dimlashdan oldin chesnok, tovuqimiz juda ham mazali bo'lishi uchun sariyog' va 1 stakan suv solib 40 minut dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz pishgunigacha sous tayyorlab olamiz. Pomidor va chesnokni qirg'ichdan o'tkazamiz. Tomat pastasi va ukropni mayda to'g'rab qo'shamiz. Tovuq uchun eng zo'r sous tayyor. 40 minutdan keyin tovuq va kartoshkalarni ko'tarib olamiz. Sachogini ham alohida idishga olib qo'yamiz. Qozonimizni bitta tozalab olamiz. Olib qo'ygan yog'imizni solib, kartoshka va tovuqlarni o'sha yog'da qizartirib olamiz. Tayyorlanishi oson, lekin juda ham mazali chiqadigan qozon kabobimiz tayyor. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Bu videoni sizga qozon kabob tayyorlab berish kerak bo'lgan odamlarga yuborib qo'ying.